Rakning klinik kichik belgilaridan biri hisoblanadi. Teridagi qora dog'lar akantozlar deyiladi. Bu dog'lar bo'yin orti, yon va old qismlarida, qo'ltiq osti, tirsak, kaft va barmoqlarning bukiladigan qismlarida bo'lishi. Teridagi toshmalar, papillomalar bu so'ngal emas. So'ngaldan farqi kichik oyoqchali 2-7 mm kattalikdagi tanani bo'yin, qo'ltiq osti, chov va jinsiy a'zolar atrofida uchraydi. Terining sifrovoy sklerozi, terining quruqlashishi, yorilishi, terining keratinizatsiyalanishi, qadoq va chandiqlanishi, yuzdagi husnbuzarlar, teridagi kichik hajmdagi qizil va fioletoviy toshmalar. Bu aytib o'tilgan kichik o'zgarishlar rakning klinik kichik belgilaridan biri hisoblanadi. Bu qondagi qand miqdorini, insulinga rezistentlikdan oshishi, insulinga o'xshash o'sish faktorining konsentratsiyasini ko'tarishi bilan bog'liq. Bu kasalliklar va o'zgarishlar nasliy hamda sog'lom turmush tarzini, ovqatlanish rejimini buzilishi va gipodinamiya, kam harakatlik bilan bog'liq. Agarda o'zingizda yuqoridagi holatlarni biror bir klinikasini sezsangiz, sog'lig'ingizda o'zgarishlar kuzatilsa, albatta bee'tibor qoldirmang. Bu rak kasalliklarining kichik klinik belgilari hisoblanadi.